Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nazarov 20-seriyada o'ynaymiz. Sizlar ham kiringlar, birgalikda o'ynaymiz do'stlar. Hozir men ko'rganingizdek FSB'da ishlayapman. FSBga kirdim. FSB degani bu Federalная служба безопасности. Bu samolyotchi organizatsiya globalda. Keyin bu закрытый territoriya boshqa organizatsiyalar kirish mumkin emas bu yerga. Faqat direktorni, keyin zamdirektorni ruxsati bilan kirishi mumkin. Hozir do'stlar sizlarga men qanday FSBda второй rangga o'tishni ko'rsataman, qanday zadaniylarni qilishni ko'rsataman sizlarga. Bu FSBga faqat через электронный заявка kirish mumkin. Hozir sizlar o'ylayapsizlar, qanday bu elektron zaявка bilan kiradi? Buni ham tushuntiraman. Через Discord kommentariyaga agar yozinglar. Kim agar bilmasa, qanday Discord ochishni hammasini yozinglar. Men hammasini ko'rsataman sizlarga. Bo'lmasa ketdik. Hozir biz zadani qilamiz. Nimagaki ikkinchi rangga o'tishga. Mana bu zravishi bo'ladi. Hozir bo'lmasa bizni birinchi zadanimiz KPKni 20 minut охранять qilishimiz kerak. Hozir bo'lmasa ketdik. KPKni охранять qilish uchun hozir biz birinchi o'rinimiz ko'ryapsizlar, bu zdani qaranglar. Qanday katta. Bu yerda avtopark ham juda yaxshi, agar kim bilmasa. Mana. Вообще kayf. Bo'lmasa ketdik hozir. Bu zadanni qilish uchun, охранять qilish uchun agar kimdir bilmasa, через фракционный чат каждый 10 minut nima doklad berishimiz kerak. Hozir mana. Hozir 10:31. Hozir men yozaman. Начал охранять КПК время. Mana buni ichiga 00:20. Mana. Buni keyin screenshot qilish esdan chiqmasin. Hozir 32. Mana. Mana 32 hozir. 42 bo'lsa, yana bitta doklad berishimiz kerak. Bo'lmasa biz mana shunday kutib turamiz, охранять qilamiz. Bu закрытый territoriya. Bo'lmasa men sizlarga boshqa joylarni ham ko'rsataman. Mana ko'ryapsizlar, mana bu oldidagi zdaniya, bu SMI, новостный сеть. Do'stlar, men sizlarga hamma fraksiya qanday kiradi, qanday ranglarni понять qiladi, hammasini ko'rsataman do'stlar sizlarga. Ko'rsataman. Keyin hamma fraksiyaga kirib, hammasini ko'rsatgandan keyin starshий sostavga qanday opsion o'tadi, qanaqa savollar beradi, hammasini sizlarga ko'rsataman do'stlar. Like'larni maksimum like bosamiz, podpisatsiya qilamiz, Telegram kanalga obuna bo'lamiz. Men Telegram kanalga hammasini qo'yaman do'stlar. Shuni agar podrishka qilinglar, hamma opsionlarni ko'rsataman. Adminga keyin oxirida adminga ko'rsataman do'stlar. Yana bitta narsani aytaman. Kim agar 20-seriyada o'ynasa, keyin kimdir yo'q, kiringlar 20-seriyadaga birgalikda o'ynaymiz. Simya bor, simyamizda yaxshigina avtopark domimiz bor. Dom Litkarinada elitni Litkarinada bor. Mana ko'ringlar. Mashinalarni, yaxshigina mashinalar bor. Normalniy. Kiringlar. Simyaga plus 3-o'rindan olamiz.
Kiringlar do'stlar, birgalikda o'ynaymiz. Hozir men sizlarga mana bularning zdanisini ko'rsataman, ichkarini. Mana ichkari kichkina. Bilmayman nimaga shunaqa, ikkinchi etaj yo'q. Mana bu leksionniy kabinet bo'lsa kerak. Bu keyin mana bunisi bu kompyuterli zal. Bu yerda hamma o'tirib prestupniklarni topadi. Mana bu sklad, mana bu yerda mana forma chepi. Formani bunaqa qilsangiz ham bo'ladi. Mana bu закончили рабочий день. Shunaqa qilsa bo'ladi. Bu yer sklad, hozir sklad закрытый. Mana bu ham hozirgi. Keyin mana bu yerda mana bu yerda startchi sostav turadi, direktor, или замдиректор. Sizlarni agar через заявление sizlarni одобрять qilgan bo'lsa, sizlar mana bu yerga kelasizlar. Bu сразу желаю tak deb aytadi. Keyin mana shuni ham ko'rsataman. Telegram kanaliga yozib qo'yaman. Kiringlar, ko'ringlar. Mana bu tualetlarni qaranglar. Juda katta. Вообще. Mana bu yerda sizlar ustav sivat qilsangiz, bu yerda startchi sostav turadi, bu yerda siz 1.3 deysizlar bo'ldi. Keyin bunisi doпрос. Допросный кабинет bunisi. Qaranglar. Bu bo'lmaydi shekilli. Keyin mana bu ko'cha. Buni ko'rdinglar. Bu vertolyotning площадка. Mana kattagina. Zdaniyani qaranglar, kattasi. Mana bu vertolyotga ketyapti. Ammo menda vertolyot yo'q. Mana buni qaranglar, zdaniya kattasini, nomusni setni. Keyin mana bu yerdan keyin mana shunga o'tib, qanday vystupit qiladi, qanday ranglarni понят qiladi, shularni ko'rsataman. Mana do'stlar, уже 10 minut bo'ldi. Shuning uchun началni убрать qilamiz. Продолжаю. KPK 10. Ana 10.20. Buni ham screenshot qilamiz. Mana bo'ldi. Endi 52 bo'lsa bo'ldi, tugadi. Ana do'stlar, уже 10 minut o'tdi. Hozir bo'lsa ana biz tugatdik. Hozir yozamiz. Screenshot qilamiz, bo'ldi. Men o'sha KPKni охрана qilib bo'ldim. Endi menga bitta leksiya bilan bitta trenirovka kerak. Uning uchun startchi sostav qilish kerak. Ana bitta direktor sayti direktor hozir yozdi. Mana можно leksiya и тренировка. Hozir shularni qilsak bo'ldi. Mana bo'ldi. Hozir сделаю yozdi. Bo'lmasa biz ketdik, stroyga turamiz. Bitta leksiya bilan bitta trenirovkani ham qilishimiz kerak. Mana bu yerga ana каждый состав keldi. Ko'ringlar. Ana trenirovka dedi. Shuni nima qilish kerak? Ana bo'ldi. Keyin zakon ana
там тренировка на temu представления закончена degani ham skrinshot qilish kerak. Endi bitta bizga o'q yozamiz. Ana leksiya degani ham skrinshot qilamiz. Keyin oxirigisida keyin zakonчились keyin skrinshot qilamiz. Mana bo'ldi. Anaqa bizning zadaniyamiz. Anaqa do'stlar, biz hozir Discord kanalidamiz. Mana заявлениеga kiramiz va заявление на повышениеga, ana заявление на повышениеga отправить qilamiz. Bo'ldi. Mana hozir ko'rsataman sizlarga qanaqa zadание qilishim kerak endi. Ana informatsiyaga kiramiz, agar kimdir bilmasa. Keyin bu yerda sistema повышение bor. Shunga kiramiz. Mana birinchi rangdan ikkinchi rangga stat ustav, охрана КПК, 1 leksiya, 1 trenirovka. Men ustavni kecha zavat qilgandim. Mana bo'ldi. Shuni endi отправить qilamiz. Ana заявлениеga kiramiz va заявление на повышениеga kiramiz. Keyin mana bu oxirgisiga o'tib endi birinchini qo'yaman, angliyskiga nickname'imizni yozamiz. Ikkinchiga mana bularni ko'rish kerak. Men ham yaxshi bilmayman ammo rangni qo'yish kerak ekan. Hozir biz birinchi rangdan ikkinchi rangga o'tyapmiz. Shuni yozamiz. Keyin uchinchiga bu доказатni so'rayapti, skrinshotlarni. Bu ниже. Ниже yozamiz. Hozir. Mana do'stlar, uzr. To'rtinchisini старший состав FSB'ni qo'yamiz. Mana bunaqa sabachkani qo'yib, keyin mana bu liderni qo'yamiz. Bitta tushirib, yana sabachkani qo'yib, keyin заместитель liderni qo'yamiz. Hozir menikida Sultan Velikolepniy. Sultan degan. Mana bu Sultan заместитель. Bo'ldi. Keyin mana bu plyuschani bosib, nima qilish kerak? Mana bu ustavni izdat qilishni bu yo'q qo'yamiz. Mana bunisi no bu 20 bo'ldi. Mana bu leksiya bilan bo'ldi. Mana shularni yana bir marta olamiz. Mana bo'ldi. Endi правильно bosamiz. Mana bo'ldi. Endi mana bu yerga mana bunday одобрение deb yozsa bo'ldi. Keyin ikkinchi rang